Assalomu alaykum, Ümit avtogaza bulançalar, yaxshimisiz? Bir navbatda mashinamiz Cobalt avtomashinasi bo'ldi. Bunga erdamlik prosto yetib 90lik metan balon 3-bakana yetib qo'yib berdik. Qo'ygan jabani danıştık o'tadimizlar do'stlar. Zaporojniy erdamlik o'zining joyida, bu yerda hech nima mishat bermaydi, kirchilmaydi turadi. Ko'rishingiz mumkin. Turkiyalar ham o'ta akkurat nutda o'tgan. Simlarni ko'rishingiz mumkin, zavod qo'yib turibdi. Umuman defekti hech narsa yo'q. Emulyator qo'yilgan, как положенный, emulyatorsiz bo'lmaydi, elektronli bo'lgancha emulyator qo'yiladi. Reduktordan kelganimizda har doimgidek Lauda Champion reduktor bo'ladi do'stlar. Turkistondan e'tibor berasiz, turkiyalarini idealniy bo'lib, chotki bo'lib turadi. Ko'chatir qismiga kelganimizda, ko'chatiri har doimgidek bo'ladi. Bir xil mesada turadi do'stlar. Mana. Shunda turadi, gaz va benzin o'tadi. 201 avtomat ko'chatir bo'ladi. Mashina do'stlar shot spravka hozir salondan chiqdi. 3 kilometr yurtdi do'stlar, 3 kilometr. Nomerini olib taqlab berdik hozir. Balon qismiga kelgan bo'lsak, balon qismi erdangidek 90lik Vikor balon bo'ladi. Dushlarına qarang, umuman chotki bo'lib yaldirab idealniy bo'lib turadi. Postavkasi umuman balon chopmaydigan postavka, tina shumkalardan bo'lib qo'yib berdik, chang suv girmaydi. Umuman chotki bo'lib idealniy bo'lib turadi yana. Kimga shunday sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasiz. Bizning manzilimizga kelganimizda Xorazm viloyati Urganch shahar Xorazm avtosaloni bo'ladi do'stlar. Mana avtosalon, beda servisi. Bemalol kelaverasiz. Toza mashinasizda GAI xizmatimiz ham bor. Nomerlarni ham shudan olib ketaverasiz. Bank xizmati, notarius xizmati hammasidan bor, sug'urtalarimiz ham bor. Bemalol aloqa chiqarasiz.